هي الحلقات تحفظني بآيات من القرآن، هي الحلقات تملأني بحب المصطفى العدنان، هي الحلقات تحفظني بآيات من القرآن، هي الحلقات تملأني بحب المصطفى العدنان، وأخلص نيتي دوما لرب واحد ديان بروح ملؤها طهر. Sure Mü'minun tefsiri 68. ayetten başlayıp okuyumuz inşallah. Bismillah, elhamdülillah, esselatu vesselam ala Resulillah ve ala alihi ve sahbihi ve sellem. Esselamu aleyküm ve rahmetullahi ve berekatuhu. Tüvende dehtanlağa İbn Kesir rahimahullah'ın Kur'an-ı Kerim tefsiri Uygurca tercümesi Mü'minun suresi 68. ayetinden başlayıp okuyumuz inşallah. Ba'de euzu billahi mineşşeytanirracim. Ula haq kalam, yani ulu Kur'an üstüde çoğunqur fikir kılmadı mı? Ya ki ulağa Allah tarafından atı boğulları kemmegen yeni nesi geldi mi? Ya ki ula özlerge kelgen elçini tanımay onu inkar kılıp atamdı? Ya ki ula onu Mecnun diyişemdi? Herkes ondaq emas. Ulağa o hakikatini elip geldi. Ulağının tolası hakikatini yaman gördü. Eğer hakikat, yani Kur'an ulağının nefsi xahişlerine boysunadigan bolsa, elbette asmanla, zimin ve uladaki mahlukatla harap bolgan bolatdı. Undaq bolgаны yok. Ulağa vaz nasihatini öz içig algan Kur'an'ni ata kıldık. Ula özlerige vaz nasihat bolgan Kur'an'dan yüz örüydü. Ya ki sen uladın elçilikni yetkizgenlikinge haq talep kılamsan. Yani ula şundaq duman kılamdı. Rabbinin sana bergen ecri yaxşıdır. Allah rızık bergiçilerinin yaxşısıdır. Sen elbette ulanı doğru yolga davet kılsan. Ahiretki işenmeydiganlar hakikaten doğru yoldan chetligichilardir. Eğer ula, yani müşriklarga rahim kılsak, ulağa kelgen külpetni kötürüp etsek, çokum gumrahlıkları da davamlılık tınırqap yürüşetti. Müşriklarga verilgen reddiye ve ulanı eyipleş. Ula haq kalam, yani ulu Kur'an üstüde çoğunqur fikir kılmadı mı? Ya ki ulağa Allah tarafından atı boğulları kemmegen yeni nesi geldi mi? Allah Teala bu ayette müşriklarının Allah tarafından hiç bir peygamberge Kur'an'dek mükemmel ve şereflik bir kitap düşürülmegen, hatta hiç kandak bir kitap ve agahlandırıcının yüzünü köymey İslam kelişten burunqi devirde ölüp ketken ecdatları erişelmegen kitap bolgan Kur'an'a erişken turup Kur'an'ı düşenmegenligi, o doğrusida fikir yürgizmegenligi ve onu tınşaştan yüz öğregenligi üçün ulağı kaid. Aslida bulanın mu xuddi özlerinin içlerindeki hürmetki sazavar kişiler İslam'ını kabul kılıp Peygamber aleyhisselam'a ergeşkenleri üçün onu özlerinden xursan kıygandek, Allah Teala özlerine ata kıygan bu nimetini hoşallıkçı kabul kılıp onu düşünüp berilgen bu nimetke şükür kılış yüzüden keçimi gündüz Kur'an'ın körsetmesi boyunca iş tutuşu lazım idi. Katade bu ayetinin ma'nisi hakkında mundaq dedi. Allah Teala'nın namı bilen qasam qılıman ki, eğer kişiler Kur'an'ı yaxşı düşünse ve o doğrusunda yaxşı fikir yürgüzse, ola Kur'an'ın Allah Teala'nın dergahında
yomon bo'ladigan ishlardan to'sqanligini bilalaydi. Lekin ular Qur'onning ichidagi ma'nosi ochiq bo'lmagan, ya'ni mutashabih oyatlarga eslib oladi. Shuning bilan halok bo'ladi. La ilaha illalloh Muhammad rasul. Ondan Allah Taala Qurayshning kafirlariga qayib mundaq dedi. Yoki ular o'zlariga kelgan elchini tanimay, uni inkor qilyaptamdi? Ya'ni ular o'zlarining ichida rostchil, ishonchlik va iffetlik sifatlari bilan tanilib o'sgan Muhammadni tanimayaptamdi? U kafirlar Muhammad alayhissalomning mushu sifatlarini inkor qila olamdi? Şuna Ja'far ibn Abu Talib radiyallahu anhu Habeşistan'ın padişahı bo'lgan Najoshiga mundaq dedi. Ey padişah, şek şüphesiz ki Allah Taala bizge nesebini, rastçılıkni ve ishonchlik ekanligini hammamiz biladigan bir payg'ambarni avatdi. Mughira ibn Shu'ba mu Kisra'nın adımı bilen qilichbozlik qilish uchun maydonga tushgan vaqtida uningga shundaq degan. Rumning podshohi bo'lgan Herakl Abu Sufyan ve onun hamrohlaridan payg'ambar alayhisalomning sifatlaridan so'ragan vaqtida Abu Sufyan mu payg'ambar alayhisalomning nasibining esilligini, onun rastchil ve ishonchli ekanligini aytgan. Abu Sufyan bu vaqtida texi musulmon bo'lmagan bo'lsa-mu, lekin uningdagi rastchillik uni payg'ambar alayhisalomning bu sifatlarining birasini yoshirib qolmay hammasini e'tirof qilib rost so'zlashga majbur qilgan. Subhanalloh. Yoki ular uni majnun deyishamdi. Allah Taola'nın bu ayeti köp sandaki müşriklarning payg'ambar alayhisalom to'g'risida so'z qilib, u Qur'onni o'zining yenidan to'qib chiqqan yoki u ilishib qolgan. Shunga u o'zining nima deganligini bilmaydi deydiganligidan ularning dillarining Qur'onga iymon etishga bormaydiganligidan va ularning o'zlari Qur'on to'g'risidagi bu so'zlarining haq söz emasligini biladiganligidan xabar berdi. Chunki Qur'on ularga kelgan qarshilik ko'rsatish mumkin bo'lmaydigan Alloh taolaning so'zidir. Chunki Qur'on ulardan va yer yuzidagi barliq kishilardan bir surining o'qishini keltirishni talab qildi. Lekin ular uni keltirolmadi, ham menga keltirolmaydi. La havla va la quvvata illa billah. Şuna Allah Taala mundaq dedi. Hergiz undaq emas. Ularga u haqiqatni elib keldi. Ularning to'lisi haqiqatni yomon ko'rdi. Haqiqatning havoyi havaslarga bo'ysunmaydiganligi. Agar haqiqat, ya'ni Qur'on ularning nafs xohishlariga bo'ysunadigan bo'lsa, elbette osmonlar, zimin ve ulardaki mahluqatlar xarob bo'lgan bo'ladi. Bu oyatning ma'nosi haqida Mujahid, Abu Solih ve Suddi qatorliqlar oyatdagi haqiqat degan so'zdan Alloh taolo ko'z tutildi dedi. Ya'ni mubada Alloh taolo ularning nafs xohishlariga bo'ysunib, barliq ahkomlarni shu bo'yicha yo'lga qo'ydigan bo'lsa, ularning nafs xohishlari buzuq ve birinin yeni biriga o'xshamaydigan bo'lganligi uchun albatta osmonlar, zimin ve ulardagi mahluqotlar xarob bo'lgan bo'ladi. Alloh taolo insonlarning xohishlarining o'xshash bo'lmaydiganligi haqida mundaq dedi. Ular bu Qur'on nemishqa ikki shahar, ya'ni Makka bilan Taif odamlaridan bir katta odamga nozil qilinmadi deyishdi. Ondan Allah Taala ularga javob berib mundaq dedi.
Rabbingning rahmatini ular taqsim qilib beramdi. Agar Rabbimning rahmat xazinalari sizlarning qo'lingizda bo'lsa, chiqimdan, ya'ni tugib ketishidan qo'rqib, cho'qim bexillik qilatdinglar. İnsan bexil keladi degan. Yoki ularning podshohlikdan nasibasi bormi? Hech qanday nasibasi yo'q. Agar bo'ladigan bo'lsa, ziyoda bexillikdan ular kishilarga qilchilik nasib bermaydi. Bu oyatlarning hammasi bandalarning ojiz ekanligini, ularning qarashlarining va xohishlarining o'xshash emasligini, ammo Alloh taolo bo'lsa o'zining barliq sifatlarida, so'zlarida, qilmishlarida, yo'l qo'ygan hukmlarida, bekitgan ishlarida va mahluqotlarning ishlarini o'rinlashtirishlarida kamolatga yetgan bir zot ekanligini bayon qiladi. Alloh taolo barliq kamchiliklardan pokdir. Uningdan boshqa iloh va Rabb yo'qdir. Undaq bo'lg'ini yo'q. Ularga va'z, nasihatni o'z ichiga olgan Qur'onni ato qildik. Ular o'zlariga va'z, nasihat bo'lgan Qur'ondan yuz o'riydi. Payg'ambarning haq talab qilmasdan to'g'ri yo'lga chaqiradiganligi. Yoki sen ulardan elchilikni yetkizganligingga haq talab qilamsan, ya'ni ular shundoq gumon qilamdi. Rabbingning sana bergan ajri yaxshidir. Ya'ni sen ularni to'g'ri yo'lga chaqirganligingga ulardan kichikkinami haq talab qilmaysan. Balki sen buning uchun Alloh taolaning dargohida nəhayət ko'p mukofotga erishishni o'ylaysan. Payg'ambarning haq talab qilmaydiganligi haqida Alloh taolo mundaq dedi. Aytqinki, sizlardan hech qanday haq talab qilganim yo'q. U sizlarga bo'lsin. Ajrimni faqat Allohdan tilayman. Allah hamma narsani ko'zitib turg'uchidir. Hamma narsani kuzatib turg'uchidir. Aytqinki, Allah tarafidan kelgan vahiyni tabliğ qilganligimga sizlardan hech haq talab qilmayman. Men Qur'onni iftira qilguvchilardan, ya'ni yolg'ondan to'qig'uvchilardan emasman. Payg'ambarlikni tabliğ qilganligimga sizlardan haq talab qilmayman. Faqat tuqqanchilik haqqi uchun meni do'st tutishinglarni, ya'ni Rabbimning da'vatini yetkazishimga çekilmaslıqlarını tilayman degan. Shaharning yiroq joyidan bir kishi, ya'ni Habib Najar yugurib kelib aytdi. Ey qavmim, payg'ambarlarga ergishinglar. To'g'ri yo'lda bo'lgan, iymonga da'vat qilganligiga sizlardan haq so'ramaydigan kishilarga ergishinglar. Sen elbette ularni to'g'ri yo'lga da'vat qilasan. Oxiratga ishonmaydiganlar haqiqatan to'g'ri yo'ldan chetnigichilardir. İmam Ahmad ibn Abbas radhiyallohu anhumaning mundaq deganligini rivoyat qiladi. Payg'ambar alayhisalom mundaq bir tush ko'rgan. Uning yeniga ikki farishta kelib, biri Payg'ambar alayhisalomning oyog'ida, ya'ni biri beshida o'ltirdi. Oyog'ida o'ltirgan farishta beshida o'ltirganiga bunun bilan bunun ümmeti uchun bir misol keltirmamsan deydi. Beshida o'ltirgan farishta misol keltirib mundaq deydi. Bunun bilan bunun ummetining misoli safar ustidagi bir qavmning misoliga o'xshaydi. Ular safar qilib bepoyon ketgan bir cho'lga berib qoladi. Ularning ozuqi u cho'lni kesib o'tish va yoki u yerdan orqaga qaytib kelishga yetmaydi. Ular shundoq turgan bir paytda yo'lliq pax daraxtdan chiroyli kiyim kiygan bir kishi ularning yeniga kelib, aytib beqinglar, agar men sizlarni hamma meva tepiladigan bir boqqa va talliq suyi bor va tatliq suyi bor bir ko'lga boshlab borsam,
Mana ergişemsizlar deydi. Ular ergişimiz deydi. Şunun bilan u kishi ularni hamma meva tepiladigan bir baqqa va tatliq suyi bor bir ko'lga boshlab opirdi. Ular u yerda yeb ichib samirib ketdi. Ondan u kishi ularga: "Men sizlar ashu holatinglarda turganda uchrashib, sizlarni hamma meva tepiladigan bir baqqa va tatliq suyi bor bir ko'lga boshlab borsam, manga ergishamsizlar desam, sizlar manga ergishib kelmadinglarmi?" deydi. Ular shunday qildik deydi u kishi. Undaq bo'lsa, sizlarning oldinglarda mevasi buningdanmi mo'l bo'lgan bir bog' bor. Suyi buningdanmi tatliq bo'lgan bir ko'l bor. Men sizlarni shu yerga boshlab elib boray. Manga ergishinglar deydi. Ularning ichidan bir qismlari: Allohning nomi bilan qasamki, bu rost so'zlaydi. Albatta buningga ergishimiz deydi. Yana bir qismlari: biz mushuninga rozi bo'ldik. Biz mushu yerda qolib qolamiz deydi. Eşhedü en la ilahe illallah ve eşhedü enne Muhammeden Resulullah. Kafirlarning ahvoli. Ahiretga ishonmaydiganlar haqiqatan to'g'ri yo'ldan chetnigichilardir. Agar ular, ya'ni mushriklarga rahim qilsak, ularga kelgan kulfatni ko'tarib etsak, cho'qim gumrohliklarda davomli tingirqab yurishadi. Alloh taolo bu oyatda kafirlarning agar Alloh taolo ularga kelgan kulfatni ko'tarib etgan va ularga Qur'onni tushuntirgan taqdirdimi, yana Alloh taologa bo'ysunmaydigan, o'zlarining kafirliklarda, tarsalıklarda ve azgınlıklarda davomlashaveradigan darajada ezib ketganligidan xabar berdi. Alloh taolo bu vaqtda mundaq dedi: agar Alloh ularda biror yaxshilik bor deb bilsa edi, albatta ularga haqni anlatadi. Ularga anlatgan taqdirdami, ular haqdan albatta yuz o'rgan holda bosh tortadi. Agar ularni davzaq ustida to'xtatilgan chog'da ko'rsang, dahshatli bir holini ko'ratding. Ular koshki dunyoga qaytarilgan bo'lsak, koshki dunyoga qaytarilsak edik, Rabbimizning oyatlarini inkor qilmaydik va mu'minlardan bo'lardik deydi. Undaq emas. Ularning ilgari yo'shirgan ishlari, qabih qilmishlari tufaylidan shundoq arzu qilishidi. Ularga oshkor bo'ldi. Ular dunyoga qaytarilgan taqdirdami, men'i qilingan ishlarni albatta yana qiladi. Shubhisizki, ular iymon etadiq degan va'dasida yolg'onchilardir. Ular hayotlik faqat mushu dunyodagi hayotimizdir. Ölgenden keyin terildirilmaymiz deydi. Bu Alloh taolaning texib bo'lmagan ishlarni agar bo'z qandaq yo'sinda bo'ladiganligini bilganligidandir. Subhanalloh. Elhamdülillah, Allah şükürler olsun. Yukarıda Sure Mü'minun tefsiriden 75. ayetkiçe anladınlar. Ahirini keyin qitimliq o'qishimizni davomlashtiramiz inşallah. Ve sallallahu ala Muhammed ve ala alihi ve sahbihi ecmaîn. Esselamu aleyküm ve rahmetullahi ve berekatuhu.